Ajoyib bir fikr tushib qoldi. Semizlik aslida nimasi bilan xavfli? U shunchaki ko'p miqdordagi yog' xolos-ku degan. To'g'ri, shunchaki ko'p miqdordagi yog', ammo bu yog'lar joylashishiga ko'ra organizmda ikkiga bo'linadi. Ya'ni terost yog' qatlami va visseral yog', ya'ni ichki organ va to'qimalarni o'rab turgan yog'. Ichki organ va to'qimalarni o'rab turgan yog' terost yog' qatlamiga nisbatan qon aylanishi bilan yaxshi ta'minlangan bo'lib, ichki faoliyatda ko'proq ishtirok etadi. Endi ortiqcha yog' to'plangan paytda buning miqdori 30-40% ga ortgani sari o'z navbatda yallig'lanish faktorlari, gormonlarning ajralib chiqishi kuchayib boradi. Natijada yurak atrofida to'plangan ko'p miqdorda yog' hisobiga fibroz rivojlanishi, ya'ni yurak ishemik kasalligi va gipertoniya kasalligiga moyillik ortishi mumkin. Boshqa organ va to'qimalardagi atrofidagi yog' hisobiga esa qandli diabetning rivojlanish ehtimolligi ortib boradi. Natijada inson semizlikning orqasidan turli xil xavfli kasalliklarni o'ziga orttirib oladi. Buni oldini olish uchun sport bilan shug'ullanish, muvozanatlashgan ovqatlanish tartibiga rioya qilish va isbotlangan tibbiyotda tasdiqlangan ozishga yordam beruvchi vositalardan foydalanish talab etiladi. Albatta endokrinolog, kardiolog, diyetologning maslahati biz uchun zarur bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qiling, bizni kuzatib boring.